Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzulardan biri bo'lgan kesir kesish operatsiyasi haqida gaplashamiz. Kesir kesish operatsiyasi bu homilador bachadon devorini kesib, homila va yo'ldoshni chiqarib olish va bachadon butunligini qayta tiklash bilan amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Tasnifiga kelsak, shoshilinchligiga ko'ra rejali va shoshilinch turlari. Kechiktirib bo'lmaydigan toifasiga ko'ra 4 ta toifasi farqlanadi. Birinchi toifa shoshilinch kesir kesish. Bunda ayol yoki homilaning hayotiga xavf tug'ilganda imkon qadar tezroq ayol shifoxonaga yotqizilib, tashxis qo'yilgan vaqtdan operativ tug'dirishga qadar 30 daqiqadan kechiktirmasdan amalga oshirilishi lozim. Ikkinchi toifa kechiktirib bo'lmaydigan kesir kesish. Bunda hayotga xavf soluvchi aniq belgilar kuzatilmaydi, lekin ona yoki homilada kechiktirib bo'lmaydigan tug'dirishni talab qiladigan ko'rsatmalar mavjud bo'lganligida 60-75 daqiqadan, uzoqi bilan 75 daqiqa ichida amalga oshirilishi kerak. Uchinchi toifa rejalashtirilgan kesir kesish. Bunda kesir kesish jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi zarur, lekin kesir kesish jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun ona yoki homilada shoshilinch yoki kechiktirib bo'lmaydigan ko'rsatmalar mavjud bo'lmaganligida 4 soat ichida amalga oshirilishi kerak. To'rtinchi toifa rejali kesir kesish. Bunda tug'dirish vaqti ona va homila uchun optimal tug'ish vaqtiga muvofiq tarzda belgilanadi va bu jarayon 24 soat ichida amalga oshirilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi kesir kesish jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun ko'rsatmalarga to'xtalsak, bular homilaning noto'g'ri joylashishi va noto'g'ri kelishi, yo'ldoshning oldinda kelishi yoki o'sib kirishida, tabiiy turuk yo'llari orqali tug'dirishga sharoit bo'lmaganda zo'rayib boruvchi normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishida, HELLP sindromi og'ir preeklamsiya holatlarida, bachadonda jarrohlik operatsiyalari o'tkazilganligida, masalan, bachadon pastki segmentida 2 va undan ortiq kesir kesish jarrohlik amaliyotlari o'tkazilganligida, korporal kesir kesish jarrohlik amaliyoti o'tkazilganligida, miomektomiya o'tkazilganligida, homiladorlik muddati 32 haftadan kichik bo'lganligida, kesir kesish jarrohlik amaliyotidan keyin bachadonda bo'ladigan chandiqlarda homilaning oyog'i bilan kelishida, homilaning boshi haddan tashqari yozilib kelish holatlarida, ko'p homilalikda homilalardan birining har qanday noto'g'ri joylashishi, jumladan birinchi homilaning chanoq bilan kelishida, feto-fetal transfuzion sindromida, tabiiy turuk yo'llari orqali tug'dirish uchun anatomik hosilalar mavjudligida, tabiiy turuk yo'llari orqali tug'dirish imkoniyati bo'lmaganligida, pastki segmentda joylashgan juda katta o'lchamdagi bachadon miomasi kuzatilganligida, tug'ruqning ikkinchi davri, ya'ni kuchanishni inkor qiladigan somatik kasalliklar uchraganligida, ya'ni dekompensatsiyalangan yurak-qon tomir kasalliklari, asoratlangan miopiya, ko'chirib o'tkazilgan buyrak kabi holatlarda, samara bermagan tug'ruq stimulyatsiyasida, homilaning hayotiga tahdid soluvchi holatlar kuzatilganligida, ya'ni o'tkir distress sindromida, bachadon yirtilish xavfi, bachadon yirtilish boshlanishi va sodir bo'lgan bachadon yirtilish holatlarida, kindik tizimchasi oldinda kelishi yoki tushishida, chanoq bosh disproporsiyasi, obstruktiv tug'ruqlarda, anamnezda gisterotomiya jarrohlik amaliyoti o'tkazilganligida, tos suyaklar deformatsiyasida, bachadon bo'yni saratonida, boshqa akusherlik xavf omillari bilan bog'liq holda homilaning taxminiy vazni 4,5 kg dan katta bo'lganda, anamnezda noxush natija, o'lik tug'ilish, og'ir gipoksiya, ensefalopatiya, ona va bolaning shikastlanishi bilan yakunlangan homila yelkasi distosiyasida, ayrim homila rivojlanish anomaliyalarida, ya'ni gastroshizis, onfolotseliya, katta o'lchamdagi dumg'azadum teratomasida, klinik tor chanoqda, homilasi tirik ayolning agoniya holatida yoki to'satdan o'lim holatlarida, tug'ruq paytida homiladorlik o'tkir yog'li gepatozida kesir kesish jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun ko'rsatmalar beriladi.